Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm. Aziz, muhterem ve süyümlük Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Bugün biraz baldu, plandakidan baldu karşımlara çıkıp kaldım. Bu aldıraş çıkıp gelişim vaziyetinin takazasıdan oldu. Baldu çıkışa mecbur olup kaldım. Aslında İtürer, karvan yürer degan temsil boyunca var ulaşmanın haceti yoktu. Lekin xalqni nazar tutganda yanıla o'tirg'i chiqishga to'g'ri keldi. Bu xuddi chivinni qilich bilan qo'g'lagandekdan bir ish bo'ladiganligini bilib turib o'tirg'i chiqib qoldim. Ko'rayotganinglardek bugungi temamiz Raysinash harakati oshkorlagan Abdi Bashirlar. Qadrli qarindoshlar, yaqinda bir Raysinash e'lon qilgan Sharq Turkiston surgun hukumati nomidir. Bu Raysinash o'xshamagan do'lqinlarni paydo qildi. Bundaq o'xshatish qilishgan bo'ladi bu paydo bo'lgan ahvolni. Go'yo tinib qolgan suvning osti qo'chilib, cho'kintilarning laydaydiganlari laydab suv yuziga chiqdi. Cho'kadiganlari qaytadan ostiga o'tdi. Biz uchun kimning kim ekanligini ko'rib olishga yana bir yaxshi fursat yaratildi. Allohga hamdlar bo'lsin. Asli qiyofatlarini yo'shirib kelayotgan bir muncha Abdi Bashirlarni asli holatini ko'rib olishimiz uchun fursat yaratdi. O'zlarini mustaqilchi deydigan bir muncha munofiqlar, munofiq aktivistlar, munofiq da'vo savdogarlari oshkora bilindi. Raysinashni ko'rmasga selib oldi. Chunki ularning chulvuri kimningdir qo'lida bo'lg'achqa xo'jayindan beso'roq harakat qilishi mumkin emas edi. O'zlarining biljirlashlarida mustaqillikni bir yupuq, bir qasroq yoki bir niqob sifatida ishlatadigan bo'lsa-mu, ishchang'i chiqqanda uni ichiga tushib ketdi. Ko'rmasga selib oldi. Balkim buni anchiki bir ish deb qaraganidir. İş qilib deganlarga uyg'un ovoz berolmadi. Shuvarlarning yolg'onligini isbotlagan bo'ldi. Balki endi birdilla o'zlariga chapan yepib diqqat qilmabdi. Uninglik bilan dushmanga chiqqanda gap. Bu dal dushmanning orzusi emasmi? Deyishlari mumkin. Ularning rangvozliklarining hamma turi, hamma shaklini tasavvur qila olamiz. Ko'rmasga selish, xabarsiz qilish, hatto nomussizlik bilan taraf o'lchimini bu yerdami tatbiqlab, surgun hukumat chiqarganlik uchun ovoz bermaslik qatorliqlarning hammasini tasavvur qilish mumkin. Surgun hukumat chiqargan Raysinash deb bahona qilganlarga deydiganim shuki, unda bo'lsa sen bir Raysinash e'lon qil. Avtonomiyami, mustaqillikmi degan ikki tanlash bilan. Menga farqi yo'q. Ko'nglimdagi arzuyim mustaqillik bo'lganligi uchun kim e'lon qilgan Raysinash bo'lishidan qat'iy nazar o'xshashla arzuyimni ifodalayman. Ishonmasang sinab beqish. Hatto Xi Jinping e'lon qilgan bo'lsa-mu, o'xshashla mustaqillik istaydiganligimni deyman. Nima farqi? Buningga ovoz qo'shganlik ko'nglimdagi arzuyimni deganlikim. Hergizme Xi Jinping'e taraf bo'lganligini bildirmaydi. Aqlli ablahlar. Ba'zi ablahlar bu Raysinashdan qattiq sarosimaga tushib ketganligi ma'lum. Xo'jayin topshirgan vazifaga ta'sir yetkazadigan bu ish ularni xo'jayinlari oldida xijolatga qo'ygan bo'lish kerak. Turolmayli qolgan.
Bahanası nemiymiş? Anlasanlar şunçilik külkülük ki akıl egilleri bu bahanını kandak oyulduğunla, kandak düşendiğinle ma'lum emas. Ama aklınlarını cari kılıp oylanlar kardeşler. Bu Raysınaş Xitayning o'yiniymiş. Xo'sh, shundaqmi deyli? Xitoy bu o'yindan qanday foydalandi? Nima foydalandi? Uni deb beqish. Uni so'roqlash metodi orqali haqiqatni aniqlab chiqish haqida ko'p dedim. Mana shundaq savollarni qo'yib o'ylab baqaman. Raysınaş, bu qatimqi Raysınaş Xitoyning bo'lsa, buningdan Xitoy qaysi foydalanadi? Agar biz yanala mustaqillik deb ovoz bersak, bizga qanday ziyon bo'ladi? Xo'sh, bu Xitoyning o'yini bo'lsa, bu o'yinni qanday buzamiz? Sukut orqaliqmi? Agar sukut orqali buziladi degichilar bo'lsa, erkakdek o'tirg'i chiqib deb baqsin. Rejillarini anglab baqayli. Sukut qilinsa, necha yuz ming Uyg'ur yashayotgan chet ellarda sukut qilib hech kim ovoz bermagan bir vaziyatni tasavvur qilib ko'ring. Bu qanday bir mesaj berdi dunyoga? Dunyo ahli buningdan nima xulosaga keladi? Haqqimizda nima o'ylab qoladi? O'zining ishig'i to'mizdi qo'li to'ngadigan bir parvozsiz xalq ekan. O'zining kari bo'lmag'isa bizga nima aloqasi? Deyilmasmi? İlham Toxta vatan içinde bir Raysınaş elib berip tükenmiş. Bundan 10 neçə yıl avval, 12 yıl, 12 yıl avval. Bu Raysınaşның neticesinde 80%'dan artıq Uyg'urning Xitoylardan ayrılmaydiganligi bilinibdi. Bu Raysınaş neticesini atalmış davaç teşkilatdan ikisi, belki başkaları mübadu tepildi bundan keyin, hazırcha tepilgini ikisi aynen qabul qilib, o'zlarining torbetlerinde ilan qildi. Ular davalarını mana shu statistikaga tayandırıp elib berib o'tibdi. Xalqaro jamiyatga mana shu statistikani Uyg'ur xalqining orzusi sifatida sunib kelib o'tibdi. Buningga 10 yildan oshgan bo'lishib qaramay, eliq qaynab ketganlar, vatanparvarlikka urg'ib ketib, bu qitim qisig'i 4 futi o'ri qolgan millat suyar inqilobchilar nemishqa bu Xitoyning, bu xalqimizning orzusi emas demabdikan-ku. O chaqlarda bir nimaning tagida qolib ekan bu mutaxassislar. İlham Toxta ya rastilla bir Raysınaş elib borgandi, yoki bu aslida bir Xitoy o'yinidir. Qisqasi kommunist tuzumida insonlarning rast gap qilish imkoni yo'qligini butun dunyo biladigan bo'lsa, bizning da'vochi tashkilotdan ikkisi bu saxta statistikani xuddi haliqi natijaymiş kabi, haqiqiy natijaymiş kabi ko'tarib yurib, dunyoni bu yolg'onga ishontirishga tirishayotganlarda ovozi chiqmagan munofiqlarning endi nimishqa suv kirib ketgandek bo'lolmay qolganligi yuqoriqilarning xeyli aniqlikqa erishadi o deyman. Bundaq bir Raysınaşqa ovoz qo'shish faqatla mazmun haqida bo'lib, orzuning nimaligini ifodalaydigan bo'lg'achqa, uni kimning e'lon qilgan bo'lishi muhim emas. Hatta Xitoy hukumati chiqargan bo'lsa-mu, haqiqiy orzuyingiz nima bo'lsa, shuni da'vasingiz, buning bir xatosi yo'q, ziynimi yo'q. Sürgün hukumatga his qo'shganlik yoki uni e'tirof qilganlik bo'lib qolarmikin deb ensirganlar o'zlari bir Raysınaş e'lon qilib baqsin. Biz ovoz qo'shaylik. Hammani taqib qiladigan da'vochilarimiz bor emasmidi? Biz nima ish qilsak shuni yana bir rangga o'zgartib chiqadigan. Chiqib baqsin, bu ishni taqib qilib baqsin. Aqlini ijaraga berib etgan nurg'un kishilarimiz munofiqlarning vatandoshlardan esankirab, to'g'ri xato haqida qaror qilishi tumanliq bir muhitga kirib qolgandek bo'lib ketibdi. Bu shu qadar oddiy bir ish qarindoshlar.
Bunun şu mülayiz kitamdı bununla, münazır kitamdı bununla, seviye kitamdı bununla. Kırımdaşlar. Avaz koysak doğru mu hata mı? De birlerden yol yo'riq so'rab ketadigan tushuniksiz matematika yoki fizika biladiganlar yechmasi bo'lmaydigan murakkab tip yo'q. Orzuying nima? Avtonomiyami, mustaqillikmi? Buningga qaror berishga cho'qim oliy maktab turgan saviya kerakmi? Munofiqlar o'zlarini asli sarosimiga solgan nuqtani yoshirib, buningga bizning tarixda andaq davlat qo'ygan, manda davlat qo'yganligimizni shepi qilib, mana shundaq bo'lganligimiz uchun raisinash elib berishning xato ekanligi, dushmanga foydali ish qilganlik bo'lishi, hatto dushmanning o'zi qilgan bo'lishi degandek oqmas matolari bilan odam ahmoq qilishga urinib yurganmish. Birər bahana tapanmay turgan başqa munofiqlar dərhal bir şalpaqılığa erişkəninin məmnunluğu bilan bu bahanaga məhkəm esilib, əslində xalq rayidagi mustaqillikqa bo'lgan üstünlükdən Xitoyga qarshi üzül kesillik to'lgan xalq rayining dunyoga jakalanishdan qo'rqadigan munofiqona abdibashirisini yepishga tirishayotganligi ma'lum bo'ldi. Raisinash xato bo'lganligidek buyuk bayqashni o'tirib qo'ygan munofiq 10 yildan ko'p vaqtdan buyon bir nimaning ostida qilib imkon topolmaganligi uchun eliq ta'tir rayga qarshi bundaq chichangshimigan bichara bir narsaning tagida qolganlikdan qo'panmay deyishimiz kerakmi? Yoki bu ablah ana shu 80% odam Xitoylardan ayrilishni xohlamaydi degan statistikaning diosparada hakim qarash, birdan bir qarash bo'lib kelishiga tarafdor bo'lg'achqa, u chaqlarda tanga chishlagandek og'zini ochmagan deyishimiz kerakmi? Davlat qurgan bo'lsak nima bo'pti? Bu raisinash davlat qilganligimizni yo'q chiqaramdikan yoki kuchaytamdikan? Aqlliq janob, bu kuchaytidi faqat. Dal davlat qurgan xalqlar o'zining davlatchilik an'anasining yoshirin engidagi saqlanması bilan bunda raisinashlarga hech ikkilanmay mustaqillik deb ovoz qo'sha oladi. Bu bizning davlat qilganligimizning yangi davrdagi qayta chaqnishi bo'lib qoladiki, bu munofiqlar tatalab topgan bahonadek ziyonli natija yoki ziyonli kayfiyat yaratmaydi. O'tirdi bir xato bor ekan, o halda bu xatoni inkor qilish uchun o'xshash turdagi bir usulni qo'llanish kerakmi, emasmi? Xitoyparastlar o'ydirib chiqarilgan bir statistikani bozorga selib, davomizning sifati, muddaosi, adoqi g'oyasi haqida dunyo jamoatchiligi orasida xato, hatto jinoyatlik bir shumliqni yeyayotgan bo'lsa, hatto bu shumliq alohida unumlarga erishib, chet elliklarda shu xatoga ishonish asosiy iqimga aylanib qolgan bir vaziyatga kelingan bo'lsa, buni qanday tuzatish kerak bo'ladi? Oshkora bir raisinash orqali bir dalil hujjat turg'izish kerak emasmi? Xalqaro da'vo elib berish uchun dalil isbotlar kerak. Abstrakt arzularingizni og'zaki ifodalashlar faqat aqmaydi. Agar biz mustaqillik umumiy xalqning orzusi da'vatgan bo'lsak, o halda bir dalil ko'rsatishga to'g'ri kelamdi, yo'qmi? Aksicha bo'lganda, biz bilan so'zlashayotgan xalqaro bir tashkilot yoki ma'lum bir hukumat xodimi bizning mustaqillik iddaomizga qarshi holda Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va Uyg'ur qurultiyi e'lon qilgan statistikani dalil qilib, sening xalqingning 80%dan ko'pragi avtonomiya talab qiladi ekan-ku. Undaqda sen assalliqning arzusiga vakillik qiladi ekansan desa nima deymiz? Bizda aksini isbotlaydigan bir dalil bo'lmagan holda quruqdan quruq qaqshab, yo'q deyma, bu emas deyma desak, kichik qoladek shulamdi qanday? Qandaq ishning Xitoy suiqasdi hisoblanadiganligi haqida ma'lum tushunchaga keldinglar-ku deyman. Qarindoshlar, Xitoylar dal mushundaq bir dalilning maydonga chiqishidan intayin qo'rqadi. Uning uchun o'qimishlik qilib yetishtirilgan ayg'oqchilarni ishga solib, bu ishga qarshi chiqish
buzg'unchilik qilish qo'ydi bo'ladi. Bu g'oyat normal ahvol. Hech ajablanguchiligi yo'q. Ajablanarliki xalqimizdagi nodonlik. O'ylab ko'ray demasdan, aql ishiltib boqay demasdan, paloni bundoq da'vatidi ya. Depla şeytanın keynik kirishi. Şeytanın del palani pokonularning suyurtida zahir bo'ladiganligini tafakkur qilolmishi ajablanarlidir. Vusuq suv kirib ketganlarning ichida xeyli ko'ni inqilobchilikdan kasb almashtirib xotinning putini tutishga chiqqan sarkardilarmi bormish? Nonni qo'g'dash uchun tipirlayotgan bu bichoralarga bir tarafdan ichingiz og'riydi. Hamma narsa besh qo'ldek aniq. Muloyizaga, yechimlarga ehtiyoj bo'lmagan shunchalik oddiy bir ishni tirishib burmilab Xitoyning o'yini demak uchun haqiqatan zo'r tirishchanlik kerak bo'ladigan bir ish. Yolg'onni rost qilmoq uchun mahorat kerak emasmi? Tirishchanlikla emas, alohida yo'l ko'rsatish, tarbiyalanishmi kerak bo'lsa kerak. Bu tirishchanliklar uchun Alloh ularning do'zaxdagi o'rnini mukammal qilsin. Yana shunday bir ish ko'nglimizdan kechmay qolmaydi. Bular yolg'on mustaqilchilar. Her doim aldamchilik qilib, biz mustaqillik deymiz, deydigan odati bo'yicha yolg'ondan bo'lsa-mu, asl niyatini yoshirish uchun bo'lsa-mu, bu raysinashqa mustaqillik deb ovoz qo'shsa, bo'lmamda qat'iy bo'lmaydi. Qarindoshlar, normalda og'zaki yoki faqatla Uyg'urcha materiallarda xalqimizni aldash uchun deb qo'yadigan mustaqillik boshqa gap. Chunki o hujjat emas. Ig'izdagi gapni dalil qilishning imkoni yo'q. Shuni og'ziga kelguncha deb qo'yaversa bo'laveradi. Ammo raysinashqa yolg'ondan ovoz bersa-mu, baribir mustaqillik deydiganlarning soni avib ketadi. Bu qarash hokim qarashga aylandi. Asosli qarash bo'lib, sabitlashib qolmay, xalqaro biz uchun bir dalil hujjat bo'lib qoladi. Mana shuning uchun og'zida shasilayotgan nurg'un saxta mustaqilchilar bu raysinashqa ovoz berolmaydi. Xo'jayindan qo'rqmay bundaq bir qaramliqni qandaqmi qila olasan? Ya pul to'xtaydi, ya tutilib qolgan quyruq tortilib qo'rqitiladi. Şunu işinimlarki başka çağlarda, başka sorun, başka platformlarda köz boyaş üçünlü müstakillik deydiğen sahtipazlarının niqabı tolup açılır. Biz bu hüccetini saklap koyuyoruz. Bu isimlerini saklap koyuyoruz. Bunlar saklap koyuyorlar qarindoshlar. Mana shuningdan kim bu sahtipazlar yana mustaqillik deb ko'z bo'ymoqchi bo'lganda, bu ularning chim pardasini ochib beradigan dalil bo'lib rol o'ynaydi. Qarindoshlarga tavsiyamiz shuki, har kim o'tirdi ovoz chiqarsa, shunga ergashavermay, aqlni ishlatib, savol qo'yish orqali haqiqatni ayirib, bundaq artistlikni qilayotganlarning kimliklari haqida, o'tmishi haqida, kechmishida nimalar qilgan, mo'tavarlik haqida, qanday to'plarda qaynagan chavi ekanligi haqida izlanib, munosabatlarini, ish izlarini surishti qilibroq baho berishni o'rgansak. Qadrli qarindoshlar. Bu qadar g'alyan ko'tarib o'ltiramay qilishlardilar, bu ishning qanchalik muhimligiga, Xitoylarninkini qanchalik sat qanotib etganligiga hukm chiqib bo'ladi. Azroq nafga bog'langan arzon baholiq lolmishlarning qavashlari hech nimaga dalolatlanmaydi. Allaqachon yog'liq baq bo'lib, allaqachon tükürüp taşlangan bazı pishqadamlar tehiç o'zini ko'sik deb o'ylab qo'yayotgan bo'lsa kerak. Qarindoshlar, bu ko'sik degan nima? Balkim ko'plaringlar bilmasligingiz mumkin. Uyg'ur tilini qo'g'daydigan, Uyg'ur tiliga ega chiqadigan bilarmanlar bek avib ketgan bo'lishga qaramay, ishonamanki ko'sik deganni anglab baqqanlanchi ko'p emas. Ko'sik degan kuylagan it degan gap. Kuylagan davrdagi itni ko'sik deymiz. Bu yerda naql qilinayotgan ko'sik haqida bir
qısqa hikoya deb beray. Nima uchun ko'sikka o'xshatildi bundaqlar? Bu hikoyadan ma'lum bo'ladi. Bir kuni yo'lda bir qanjiqning keynidan 7-8-10 ko'sik əgişib, ko'chani to'pchang chiqarib, to'zitib o'tayotarmishda. Ishkining oldida o'ttirgan bir odam ko'siklardan so'rabdi. "Ha, nega bordinglar?" debdi. Ko'siklar javob berib, "Yigitlikka" debdi. Ya'ni qanjiqning keyinida ketib bordi-ya. Onun uchun yigitlikka deb javob berdi. Bunu o'tib ketgandan keyin xeyli bir zaman aran besiqib ko'tarilgan Chang To'zangni besiqib jahon tinjigan chog'da alayzal 2 pishim o'tgan vaqtida oqsoq cho'loq ishdan 3-4 kilovatarmışda likkok qilib. Hele kadar buludummu so'rabdi. "Nega mangdinglar?" desa, "Yigitlikka" deb javob beribdi. Tushundingmi buni? Bu oqsoq cho'loqlar o'zini hali to'pning a'zosi deb o'ylayotgan gap. Aralıqdan o kadar uzak bir zaman geçip bu ara o kadar uzurab ketgan bo'lishib qaramay, xiyolida u o'zini ash topga mansub, mana ash topning ichidagi bir a'zo deb hisoblayotgan gap bu. O kadar keyinda qolganligini anqiramay. Kallining yo'qligidan. Mana shu ko'sik. Biz o'xshatmoqchi bo'lgan ko'sik ana shu iliqi oqsoq cho'loq ko'siklar. Bu aşı allaqachon tükürüp taşlangan bazı pishqadamlar texichi o'zini ko'sik o'ylab texichi shu yilqiga ketib qolgan cho'ng to'pning ichida menma bor degan xiyol bilan zannetib qilayotgan gap o'zini. Mana buningdan Dana Nasriddin apandimning o'mi chiqtori to'qimoqchi bo'lsang, o'z eg'irligingni bil. O seni kötüreleydiğen bolsun deyişideki hikmetini biliriz. Öz eğirliğini bilelmegen ko'siklar allaqachon septen tushib 100 kilometr keyin qolganini tuymay, hali ham to'pda bormish kabi harakat qiladigan. Allaqachon unutilib turib qo'yganligini, endi do'g'i tikkidek desmayis qolmaganligini sezmay yana shunday mazlashadigan. Bu lataqalaplarning ichida texe qo'sqining to'yg'inini tutib beqib bilgudek qarqusaqlarmi? Ular ismining yozilishini texichi to'g'riroq o'rganilmagan bo'lishib qaramay, o'zini top ichidagi ko'sik sanashmoqda. Aziz qarindoshlarim, bugun mushunchalik so'zlab turayli. Yana avvalga qarab agar adabini berishga zarur deb qarasak, yana ko'rishamiz. Allohim manlarni aman qilsin. Keyingi qitim ko'rishguncha aman bo'linglar, xayr xo'sh.